Chanoq son bo'g'imi yemirilishi, ya'ni koksa artroz kasalligi. Ertalab turganingizda yoki ko'p o'tirib qolganingizdan keyin boshlang'ich 10-15 qadamda yurib ketishga qiynalyapsizmi? Og'riqli bo'lyaptimi? Oyog'ingizni chalkashtirib o'tirganingizda, paypoq kiyayotganingizda, chov sohasiga, sonning oldiga, bel qismlariga og'riq beryaptimi? Ko'pchilik bu holatda belimda grija bor, bel hisobiga og'riq beryapti deb o'ylaydi yoki sedalishning nerv shamollashiga o'yadi. Ko'pchilik holatlarda esa buning asosiy sababi chanoq son bo'g'imida bo'ladi. Bugun men sizga juda muhim bo'lgan 5 ta ma'lumotni tushuntiraman. Birinchisi, chanoq son bo'g'imi yemirilishi o'zi nima? Ikkinchisi, chanoq son bo'g'imi yemirilishining 5 ta erta belgisi. Uchinchisi, nima uchun yemirilish kasalligi so'nggi yillarda ko'payib ketyapti? To'rtinchisi, chanoq son bo'g'imi yemirilishida qaysi holatlarda operatsiya qilish kerak, qaysi holatlarda esa operatsiya qilmaslik kerak. Va beshinchisi, eng muhimi, o'sha operatsiya holatiga yetib bormaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak. Video oxirida esa bemorlar eng ko'p qiladigan 3 ta katta xato haqida gaplashamiz. Bu xatolar tufayli ular yillar davomida davo muolajalari oladi, lekin hech qanday natijaga erishmaydi. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Demak, boshladik. Chanoq son bo'g'imi bu inson tanasidagi eng katta va eng kuchli bo'g'imlardan biri hisoblanadi. Bu son suyagi boshchasi va chanoq suyagining kosasidan iborat bo'ladi. Bu bo'g'imlarda suyak ustini tog'ay qoplab turgan bo'ladi. Tog'ay bu yerga tushayotgan nagruzkani, ishqalanishni kamaytirib beradi. Bo'g'im o'rtasida esa qisman miqdorda suyuqlik bo'ladi. U ham ishqalanishni kamaytirib berishda yordamlashadi. Son suyagining vazifasi o'tirishimiz, turishimiz, yurishimizda, zinalardan chiqib tushganimizda, oyog'imizni ichkariga, tashqariga burashimizda, poyabzal kiyishimizda kabi funksiyalarni bajaradi. Chanoq son bo'g'imida suyak ustidagi tog'ay yillar davomida agar qon aylanish buziladigan bo'lsa, yetarlicha oziqa kelmasa, chanoq son bo'g'imiga tushayotgan nagruzka, biomexanika o'zgaradigan bo'lsa, chanoq suyagida qotishlar bo'lsa, bel tarafda grija bo'ladigan bo'lsa, yo tizzamizda, stopada, tovon bo'g'imida muammolar bo'ladigan bo'lsa, chanoq son bo'g'imiga tushadigan nagruzka bosim o'zgaradi. Bu yerda tog'ay yupqalashadi va keyinchalik yemirilish holatiga olib keladi. Buni xalq tilida suyak yemirilishi, tibbiy tilda esa koksa artroz deyiladi. Nima uchun so'nggi yillarda chanoq son bo'g'imi yemirilishi ko'payib bormoqda? Bu oddiy yosh o'tishi bilan bog'liq bo'lgan kasallik emas. Statistikaga ko'ra 2020-yilda dunyo bo'yicha 595 millionta aholi osteoartroz, ya'ni suyak yemirilishi bilan yashamoqda. Bu 1990-yilga nisbatan, ya'ni 30 yil oraliqqa nisbatan 132% ga o'sgan ko'rsatkich hisoblanadi. Agar shu holatda davom etadigan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2050-yilgacha 78% ga oshishi taxmin qilinyapti. Sababi hozirgi kunda kam harakat ish tartibi, o'tirib ishlash, ortiqcha vazn ko'payishi, stress holatlari ko'paygan, mushaklar zaif. Bu esa suyak yemirilishini juda tezlik bilan rivojlanib ketishiga sabab bo'ladi. Afsuski, bu holatlarda bemorlar juda kech bilishadi. Ya'ni og'riq sonda, dumba sohasida, tizza sohasida, chov sohasida yoki bel sohasida bo'ladi. Aynan chanoq son bo'g'imida yemirilish borligini aniqlaguncha ancha vaqt o'tib ketadi va yemirilish 3-4 bosqichlarga o'tib ketishi mumkin. 1-2 bosqichlarda og'riq bir paydo bo'ladi, bir necha kundan keyin o'tib ketadi. Yana ma'lum vaqtlardan keyin bir necha kun og'riq bo'ladi, yana o'tib ketadi va buni bemor e'tiborsiz qoldiradi. Lekin shunday kun keladiki, bu og'riqlar paydo bo'ladi va o'tib ketmaydi. O'sha vaqtdagina vrachga murojaat qilinadi, MRT ga tushiriladi va chanoq son bo'g'imida koksa artroz diagnozi qo'yiladi. Koksa artrozning 5 ta asosiy erta belgisi. Birinchi belgi ertalabki va ko'p o'tirib qolgandan keyin yuzaga keladigan qotish. Ko'p o'tirib qolsa yo ertalab turganingizdan keyin yurib ketguningizcha, 10-15 qadam yurguningizcha son, ya'ni chanoq son bo'g'imi sohasida qotish yuzaga keladi. Keyin esa oyog'ingiz ochilib ketadi va og'riqlar to'xtaydi. Ikkinchi erta belgi chov sohasida, ya'ni pahviy zonada ichkaridan keladigan og'riq.
Buni bemorlar aytadi. Tashqarida ushlasam og'riq yo'q, xuddi suyagimning ichidan bitta tochkada og'riq bo'lyapti deydi. Bu ham koks artrozning erta belgisi hisoblanadi. 3-belgi harakat chegaralanishi, ya'ni tizzamizni ko'krakka yaqinlashtirganimizda, tashqariga, ichkariga burganimizda og'riq yuzaga kelishi. 4-belgi yurganda oqsoqlanish. Biz o'zimizga oqsoqlanayotganimiz bilinmaydi, lekin atrofdagilar xuddi siz bir tarafga og'ib yurayotgandek, oqsoqlanayotgandek yuryapsiz deb aytishadi bizga. 5-belgi zina, paypoq kabi belgilar bo'lishi. Ya'ni paypoq kiyganimizda, zinadan chiqib tushganimizda, stulga o'tirib turganimizda og'riqlarning bo'lishi. Ko'pchilik bemorlarimiz menda suyak yemirilishi boshlanibdi. Endi harakat qilmasligim kerak ekan. Qo'ltiqtayoqda yurishim kerak ekan, ko'proq yotishim kerak ekan, o'sha joyni gips qilish kerak ekan degan gaplarni eshitamiz. Bu juda noto'g'ri fikr. Suyak hech qachon bir-biriga ishqalanishi natijasida yemirilib ketadigan narsa emas. Suyak juda mustahkam bo'ladi. Bo'g'im deganimizda biz faqat ikkita suyakni tasavvur qilmasligimiz kerak. Bo'g'im deganimizda bu yerda suyaklar bo'ladi, suyakning ustidagi tog'ay qismi bo'ladi, mushaklar, fatsiyalar, svyaska, boylamlar, pay qismi bo'ladi mushakning, qon tomirlar, nervlar bo'ladi, o'sha joydagi bo'g'im kapsulasi, ichidagi suyuqligi, bular bir butun sistema sifatida bo'g'imni tashkil qiladi. Biz bo'g'imni davolamoqchimizmi? Bu sistemaning hammasini kompleks tarzda davolashimiz kerak. Oddiy misol sizga, biror kishi vafot etgandan keyin uning ya'ni qabrga qo'yilgandan keyin yillar davomida 100 yil o'tsin, 500 yil o'tsin, butun tanasi qurtlar chirib ketadi, ya'ni chiriydi. Lekin suyak turadi. Suyakka hech narsa qilmaydi. Lekin tirik organizmda suyak yemiriladi. Buni operatsiya holatlarida ham ko'rganmiz. Suyakning chanoqson bo'g'imida yo tizza bo'g'imida suyaklar yemirilib ketgan bo'ladi. Nima uchun tirik organizmda suyak yemiriladi? Aynan tirikligi uchun. Miyamiz shunchalik aqlli ishlaydiki, bizni o'zimizda organizmimizni o'zi himoya qiladi. Biz misol uchun xohlagan payti yuragimizni urdirib, xohlagan payti to'xtatib qo'ya olmaymiz. Miya o'zi boshqaradi hamma joyda. Ikki xil organlar bo'ladi. Ya'ni hayot uchun muhim organlar bor. Hayot uchun ikkinchi darajali organlar bor. Yemirilishning asosiy ildiz sababi ham mana shu joyga borib taqaladi. Hayot uchun muhim organlarga yuragimiz, jigar, ichki organlarimiz, ya'ni oshqozon ichak sistemasi, miya, nervlar, qon tomirlarimiz, bular hayot uchun muhim organlarga kiradi. Qo'l oyog'imiz, tayanch harakat sistemasi, suyak, muskullarimiz, bular ikkinchi darajali organga kiradi. Bu nima degani? Ya'ni odam oyoqsiz, qo'lsiz yashashi mumkin. Oyog'i tizzadan pasti bo'lmasa ham bemalol yashay oladi. Yo bitta qo'li bo'lmasa ham bemalol yashay oladi. Lekin yuragi yo'q odam yashay olmaydi, jigari yo'q odam yashay olmaydi. Hayot uchun muhim organlar, birinchi darajali organlar bo'lmasa odam yashay olmaydi. Miya bu narsani biladi. Ya'ni o'shanga qarab organizmni boshqaradi. Agar bizda ichki organlarimizda muammo bo'ladigan bo'lsa, yurganimizda, ma'lum bir harakatlarni qilganimizda nervlarda qisilish bo'lib, o'sha ichki organlarga ta'sir qilayotgan bo'lsa, miya o'zini ehtiyot qiladi. Ya'ni biz yuribmiz, qo'limizga yuk ko'tardik, yuk ko'tarsak umurtqaga qanaqadir nagruzka tushyapti-da, nerv qisilib, o'sha organlarga boradigan nerv qisilib, organga ta'sir qilyapti. Bu esa organdan miyaga informatsiya olib boradi. Mana shu organda qisilish bo'layapti, yo nerv qisilyapti, yo qon tomir qisilyapti-da, qon yetarlicha kelmayapti degan informatsiya, ma'lumotni miyaga beradi. Miya esa o'sha joyni maksimal darajada ehtiyot qilishga harakat qiladi. Ehtiyot qilish qanaqa bo'ladi? Ya'ni bemor faqat yuk ko'targanda yo qanaqadir egilib ish qilganda og'riq bo'lib, ish qilganda mana shu muammo kelib chiqayotgan bo'lsa, o'sha odamni miya boshida og'riq paydo qiladi. Og'riq paydo bo'lishining hisobiga bemor, ya'ni harakatdan to'xtaydi, yotadi va o'sha organga borayotgan qon tomir, nervlar qisilmaydi. Organ, ya'ni nagruzkada qolmaydi, bosimda qolmaydi. Agar biz uni og'riq qoldiruvchi dorilar bilan yo boshqa yo'llar bilan o'sha joyda ozgina o'sha bo'g'imga suyuqlik, moy kiritish bilan o'sha joyda nisbatan og'rig'ini kamaytiradigan bo'lsak, og'riq kamayadi, biz ishimizni qilib yuraveramiz. Lekin o'sha organga, hayot uchun muhim organlarga bo'layotgan nagruzka, bosim davom etaveradi. Keyin miya nima qiladi? O'sha bo'g'imda yemirilish jarayonini keltirib chiqaradi. Bu praktikada ham, amaliyotda ham juda ko'p uchraydi. Misol uchun chanoq son bo'g'imi yemirilgan odam.
Opisaniyasi, ya'ni tushuntirilishi barcha kitoblarda bir xil. Suyak biriga ishqalanayotganligining hisobiga yemirilgan degan ma'lumot birorta kitobda yo boshqa materiallarda bo'lmaydi. Biror joyda suyak yemirilyaptimi, o'sha joyga yozib qo'yiladi. Chanoq son bo'g'imi yemirilishi, bu chanoq son bo'g'imiga qon orqali yetarlicha oziq moddalari kelmay, moddalar almashinuvi buzilishi natijasida suyakning yemirilishi deyiladi. Ya'ni suyakka oziqa moddalar yetib kelmasa, suyak yemiriladi. Ishqalanib yemirilib ketmaydi. Bunaqa ishqalanib yemiriladi degan ma'lumot birorta kitobda yo boshqa joyda yozilmagan. Lekin bizda tekshirilganda o'sha chanoqson bo'g'imiga keladigan qon tomirlarini tekshirib ko'rganda ham ba'zi bemorlarda qon tomirlar ochiq bo'ladi, 100% ochiq. Densitometriya tekshiruviga jo'natamiz, ya'ni suyakning zichligi, qattiq yumshoqligini tekshirishga. Zo'r, sog'lom odamnikidek zo'r chiqadi juda ko'pchiligida. Suyakda ya'ni mo'rtlashish ham yo'q. Lekin suyak o'zidan o'zi yemirilib ketyapti. Buni miya boshqaradi. Ya'ni o'sha odamni, bemorni birinchi darajali organlarini himoya qilish uchun avtomatik o'sha joyga oziq moddalarini jo'natmaydi. Miya va suyak yemirila boshlaydi, og'riq paydo bo'ladi. Bemor o'zini ehtiyot qiladi va o'sha birinchi darajali organni saqlab qoladi. Biz qachonki lichina qilganimizda, davo muolajasi sababini topib davolaganimizda, o'sha organga tushayotgan nagruzkani olsak, o'sha spazmga tushayotgan ma'lum bir mishsalar spazm bo'lib o'sha qon tomir nervlarini qisib qo'ygan bo'lishi mumkin. Umurtqada qisilishlar natijasida qisilgan bo'lishi mumkin. O'sha muammolarni hal qilsak, keyin bemor yurganda ham nagruzka tushmaydi. Miya avtomatik o'sha yemirilish jarayonini to'xtatadi. Ya'ni o'sha suyakka oziq moddalarni yetkazdirib bera boshlaydi. Bu jarayonni tezlashtirish uchungina keyin o'sha joyga biz mashqlar qilishimiz mumkin. O'sha joyga qanaqadir tiklanishi uchun mikroelementlar, dori vositalari kiritishimiz mumkin. Qachonki sababni topib davolaganimizdan keyin, sabab topib davolanmasa, o'sha joyga qancha davo muolajalar qilganimiz bilan ma'lum vaqtga yaxshilanadi. Bu yoqdagi sabab o'sha joydagi kasallikni yana qaytadan keltirib chiqaraveradi. Shuning uchun yemirilayotgan suyakka harakatni cheklash kerak degan fikr juda noto'g'ri fikr hisoblanadi. Ya'ni harakatda yemirilib ketadigan narsa emas suyak. Biz harakatdan u suyakni chegaraladik, qon aylanish undan ham battar yomonlashadi va yemirilish kuchayib ketadi. Yemirilish ikkinchi darajali bemor bordi, tushdi, ikkinchi darajali yemirilish chiqdi MRTda, yotdi, qo'ltiqtayoqda yurganda ham keyin 2 oy, 3 oy yotgandan keyin vobshe yura olmay qoladi. Bunaqa bemorlar ko'p kelishadi. Lekin doimiy harakatda bo'lib turgan bemor 4-darajali yemirilish bo'lsa ham bemalol harakatlanadi, bemalol yuradi, faqat og'rig'i bo'ladi 4-darajada. Chunki biz boyagi sababni topmasak va o'sha bo'g'imda o'ziga faqat harakatni qilaversak, o'sha bo'g'im qotib qolmaydi, qon aylanib turadi, lekin yemirilishi davom etaveradi. Chunki biz asosiy sababni yo'qotmadik. Miya o'sha suyakni yemiraveradi. Qachonki biz ham asosiy sababni yo'qotsak, ham harakatni doimiy qilib turadigan bo'lsak, o'shandagina yemirilish ham to'xtaydi, suyak qayta tiklanadi ham. Oldingi videolarimda suyak yemirilishini to'xtatsa bo'ladi, lekin qayta tiklanmaydi deb aytganman. Chunki meditsina, tibbiyot kitoblarida ham suyak qayta tiklanmaydi deyilgan. Tiklanadi juda kamdan kam holatda. Lekin so'nggi yillarda biz to'liq oldingi MRT, rentgeni, keyin lichinadan keyingi davo muolajasidan keyingi rentgen, MRTlarni solishtirib ko'ryapmiz. 3-darajadan 1-darajaga, 1-2 darajalar butunlay tiklanib tuzalib ketgan holatlar juda ko'plab uchrayapti. Faqat davo muolajalarini olmaganimizda, ya'ni sababni yo'qotmasdan turib ko'p yurish ham xato hisoblanadi. Bu holatda nima qilish kerak? Siz hali lichina olmagan bo'lsangiz, davo muolajalarini olmagan bo'lsangiz, yotgan holatingizda ko'proq chanoqson bo'g'imini harakatlantirib mashqlar qilishingiz kerak. Qon yaxshi aylanib turishi uchun, ya'ni sabab topib davolanmagan bo'lsa. Faqat yotib harakatsiz hech qachon qolib ketmang. Yuqorida bergan savolimiz, ya'ni qachon operatsiya qilish kerak, qachon operatsiya qilmaslik kerak savoli. Ko'ksa artrozi 4 ta bosqichi bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqichlar. 1-chi, 2-chi bosqichda deyarli 98-99% holatlarda operatsiya shart emas. Fiziologiyada buni davolasa bo'ladi. 3-darajali ko'ksa artrozlarda, ya'ni bemorning holatiga ham bog'liq bo'ladi bu. 3-darajalida ham 90-95% holatlarda bez operatsiya davolasa bo'ladi. 4-bosqichda 50-60% holatlarda bez operatsiya, ya'ni operatsiyasiz davolasa bo'ladi. Ba'zi 4-darajaning oxirgi bosqichlarida operatsiyasiz chora qolmaydi.
Keyingi savol, ya'ni operatsiyagacha yetib bormaslik uchun nimalar qilish kerak? Ya'ni davo muolajalarini qilib, sabab, ya'ni kasallikni keltirib chiqargan sabablar davolangandan keyin uy sharoitida ham muhitni to'g'rilash kerak bo'ladi. Doimiy o'tirib, ertalabdan kechgacha o'tirib ishlaydigan bemorlar har yarim soat 40 minutda turib, bitta suv ichib kelsa ham bir turib chanoq son bo'g'imini harakatlantirib yuborish kerak. O'sha joydagi muskullar tiklanadi, qon aylanishi yaxshilanadi. Doimiy tik turib, ertalabdan kechgacha tik turib, bir joyda tik turib ishlaydigan bemorlarimiz har yarim soat 40 minutda bir ozgina yurib olish kerak yoki bir marta o'tirib 2 minut, 1 minut dam olib keyin turish kerak bo'ladi. Bu holatda ham tik turganda charchab qolgan muskullar o'tirganimizda dam oladi. Harakatni ko'paytirishimiz kerak, ya'ni ertalab, kechqurun ozgina bo'g'im uchun mashqlar bajarishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, ko'ks artrozda bemorlar qiladigan 3 ta eng katta xato. Birinchisi, o'sha og'riq bor, suyagim yemirilib ketyapti deb harakatni butunlay chegaralab tashlash. Ikkinchisi, og'riqni mensimagan holatda, og'riq bo'lgan payt og'riq qoldiruvchi dorilar ichib yuraverish. Bu kasallikni yana ham jiddiylashtirib yuboradi. Uchinchisi esa hammaga bir xil mashq, ya'ni chanoq son bo'g'imi yemirilyapti, YouTube ga kiradi, chanoq son bo'g'imi yemirilishi uchun mashqni ko'radi va bajara boshlaydi. Bu ba'zi holatlarda yemirilishni kuchaytirib yuborishi ham mumkin. Og'riqlarni kuchaytirib yuborishi mumkin. Shuning uchun umumiy mashqlarni bajarayotganda, o'zim ham YouTube kanaliga chiqarganman mashqlarni, 21 ta mashq chanoq son bo'g'imi uchun kompleks. Bularni bajarayotganda individual hammaga ham tushmaydi. Bajarib ko'rish kerak. Agar yengillik bo'layotgan bo'lsa, davom etkazish kerak. Agar og'riq kuchayayotgan bo'lsa yoki foyda bermayotgan bo'lsa, demak sababni topib davolamasdan mashq qilish bu xato hisoblanadi. Biz bemorlarimizni davolagandan keyin har bir kishiga o'ziga mos bo'ladigan mashqlarni beramiz. Ba'zi holatlarda yemirilishda men ko'rsatgan mashqlar to'liq effekt bermasligi ham mumkin. Chunki u mashqlar YouTube ga og'ir mashqlar, ya'ni bemorda tiklanishni tezlashtiradi, lekin ko'pchilik holatlarda bemorlarga ziyon ham berib qo'yishi mumkin bo'lgan mashqlar chiqarilmaydi YouTube ga. Hamma uchun universal mashqlar chiqariladi. Biz bemorlarga davo muolajalari o'tkazgandan keyin har bittasiga yengil, og'irroq holatlarda yengilroq mashqlar yoki bemorning holati javob beriladigan bo'lsa og'irroq mashqlar, har bitta bemorga individual mashqlar beramiz. Sizda ko'ks artroz kasalligi bor yo'qligini necha yildan beri ko'ks artroz bilan qiynalayotganingizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizga MRTlaringiz bo'yicha maslahatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga Telegramdan yuborishingiz mumkin. Ko'rib javob beraman. Faqat MRTlar juda ko'p tushganligining hisobiga vaqtim bo'lishi bilan ketma-ketlikda javob berib boraman. Bu bir necha kunlarni olishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda.